Beijing Aqsaray bayonotchisi Jin Pisakining tarix kitoblari yozilayotgan vaqtda Xitoy qayerda turish to'g'risida qaror chiqarish kerak degan so'ziga javob berdi. Xitoyning diplomatiya ministri Wang Yi Amerikaning Ukraina bilan urush qilayotgan Rossiyaga tutgan pozitsiyasini oydinlashtirishi kerak degan tanqidga javoban Beijing tarixning to'g'ri tarafida turadi degan qarashni o'tirib qo'ydi. Xitoy hozirgacha Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ishg'oliyat deb ayblashdan o'zini qochirdi. Yaponiya Bosh ministri Kishida vazifaga o'tirgandan buyongi tunji Hindiston ziyoratida mansabdoshi Narendra Modi bilan ko'rishdi. Kishida axborot e'lon qilish yig'inida davlatining kelgusi 5 yilda ikki taraflik savdoni oshirishni umid qiladigan kelishim bilan Hindistonga 42 milliard dollar mablag' soladiganligini va mablag' selish planining ul asliha taraqqiyotidan yeshil energiyagacha bo'lgan nurg'un sohaga zo'r foyda elib keladiganligini ta'kidladi. Kishida yana ikki tarafning Hind Tinch okean rayonining bexatarlik munosabatini kuchaytirish irodasini yana bir qatim ta'kidladi. Ukraina prezidenti Zelsinki meningcha biz har qanday shakl, har qanday fursatni ishlatib Putin bilan ko'rishish fursatiga erishimiz kerak dedi. Zelsinki Amerika taratqusi CNN kanaliga qilgan so'zida Putinni tilga olib mundaq dedi. Men uning bilan suhbatlashishga tayyorman. Men yaqinqi 2 yilda tayyorlik qildim. Meningcha bu urushni suhbatlashmay turib oxirlashtira olmaymiz. Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto o'z davlatining Shimoliy Atlantik Ihti tashkilotiga kirishining Yevropaning bexatarlik vaziyatiga foydasiz ta'sir ko'rsatib, hozirgi jiddiylik xavfini texmi oshirib yetadiganligini ta'kidladi. Shvetsiya Shimoliy Atlantik Ihti tashkilotiga a'zo bo'lishni o'ylashmaydiganligini e'lon qildi. Turkiya bilan Amerika o'rtasida jiddiylik paydo qilgan S-400 krizisi 24 fevraldan boshlab Rossiya bilan Ukraina o'rtasida ilib berilayotgan urushdimi o'tirg'a chiqdi. Reuters agentligining ziyoratini qabul qilgan 3 amaldorning aytishicha, Amerika Turkiyaga Ukrainani Rossiyadan setib olgan S-400 havo mudofaa sistemasi bilan ta'minlashni rasmiy o'tirib qo'ygan. Amaldorlar yana Ukraina armiyasini S-400 mudofaa sistemasini Rossiyaga qarshi urushda ishlatiladiganligini bayon qildi. Germaniya Federatsiya Ichki ishlar ministri Fayser Ukrainadagi urushdan kelgan ayollar va bolalarni odam atkazchilari va shoykalardan qo'g'dash uchun poyezd va avtobus bekatlarida bexatarlik tadbirlarining kuchaytirilganligini e'lon qildi. Amerikadagi bir qancha Uyg'ur tashkilotlari yozuvchi, Nobel adabiyot mukofotining sohibi va Yahudi cho'ng qirg'inchilikdan omon qolguvchi Eloy Wiesel qurgan Eloy Wiesel insoniyat fondi bilan birlashib, navbatda Fransiyada yashayotgan lager shoidi Gulbahor Xotivaji xonim Xitoyning lagerdan qanday hayot qoldim degan temada to'r suhbat o'tkazdi. Gulbahor Xotivaji xonim 2 yillik lager hayotining o'zining butkul hayotini qanday o'zgartganligini anglatdi. Gulbahor xonim lager hayotida Xitoylardagi butun Uyg'urlarni qaravatsimi, buxodan chiqmaydigan nafratni ko'rdim dedi.